Assalomu alaykum hammaga. Xo'sh, bugungi darsimiz 5-dars. O'tgan safar biz uyni eksterior qismlari bilan boyitgandik. Bunga ko'ra panjara, oyna, eshik, shunga o'xshash boshqa buyumlar. Endi bu uychani sodda ko'rinishda rang berib chiqamiz. Hozir ko'rib turganingizdek hech qanaqa rang yo'q, faqat kulrangdan iborat bo'lgan uy. Bunga rang berish uchun mana bu material degan bo'limga o'tamiz va new degan tugmachani bosamiz. Deylik, bundan oldin aynan mana shu rang devorlarni qaysi birlariga tushishini belgilab olishimiz kerak. Masalan, hozir beradigan rangim bu devorning old qismiga, chap devorda, orqa devorda, o'ng devorda aks etadi. Mana shu aks etadigan nuqtalarni belgilab chiqqandan keyin Ctrl J tugmasini bosamiz. Screencastni yoqdim. Mana endi mana shu devorlar hammasi qo'shilib bitta umumiy obyektni tashkil qildi. Shundan so'ng o'sha material qismida new ni bosaman va bitta umumiy materialga ega bo'laman. Bundan oldin yana bir narsa eslatma, materiallar bu joyda ko'rinmaydi. Materiallar ko'rinadigan bo'limga o'tish uchun tepada turgan viewport shading, ya'ni materiallarni ko'rsatib beradigan qismga o'tish kerak. Ana bu yerga o'tganimizda barcha modellar endi kulrang emas, oq rangga o'tib qoldi. Xo'sh. Endi yana materiallarni tahrirlash bo'limiga o'tamiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin base color degan qism bor. Buni to'g'risida esa oq rang turibdi. Agar buni ustiga bossak, bizda yashil, ko'k, qizil va shu ranglar aralashmasiga oid interfays turadi. Bu yerdan o'zimizga kerakli rangni tanlab olishimiz mumkin va butun tanlab olingan obyektimiz shu rangga kiradi. Boshqa detallar bilan ham shunday. Deylik, bu mana bu panjaralar ham barchasi bir xil teksturaga, ya'ni rangga ega bo'lganligi uchun ularni hammasini qo'shib Ctrl J ni bosamiz. Shundan so'ng ularni ham rangi bir xil bo'ladi. Mana bu oddiy turdagi ranglash qismi bo'ladi. Lekin yana bir turdagi ranglash, ya'ni teksturalash uslubi bor. Bu yerda oddiy rangdan emas, balki rasmdan foydalanib obyektimizni boyitsak bo'ladi. Buni bajarish uslubi qanaqa? Masalan, g'ishtli devor rasmini topib olamiz. Bu yerda rasmlar bo'limiga o'tsak, taxminan mana shunaqa rasm yuklab olinadi internetdan. So'ng esa mana shu obyektimiz, masalan, devor obyektiga tanlab base color oldida turgan mana shu nuqtachaniga bosamiz. So'ng bu yerda turli xil yana qo'shimchalar ochiladi. Bu qo'shimchalarning har bittasining o'zining vazifasi bor. Bularni keyinchalik ko'rib o'tamiz.
lekin hozircha bizga faqat image texture kerak. Shuni bossak bizda yana ikkita oyna ochiladi, ya'ni tekstura yaratish va uni bizdagi bor fayllar ichidan topib olish. Biz saqlanib qilgan rasmimizni mana shu tugmani bosgan holda topib olamiz. Demak, bizning rasmimiz mana bu yerda edi. Bu rasm ochiladi. Ochilgan taqdirda ham o'zi avtomatik ravishda rasmni o'qib modelga mos tarzda taxlab olmaydi. Buni qo'lda bajarib chiqishimiz kerak. Buni bajarib chiqish boshqa bir bo'lim ichida amalga oshiriladi. Xuddi shu tartibda yuzalarni tanlab olib, ularga mos holatida teksturani joylashtirib chiqish kerak bo'ladi. Bu albatta boshlang'ich tushunchalar uchun, lekin Blender o'rganilavergani sari bundan-da yaxshiroq teksturalar, bundan-da chiroyliroq teksturalar qilishni o'rganib boramiz. Shunchaki ko'rsatish uchun mana bu g'ishtli devor shaklidagi uyni yasab ko'rsatdik. Tom qismi uchun ham shunaqa rasm topib olsak, uni ham o'rnatsak bo'ladi. Masalan, ingliz tilida roof, ya'ni tom deb yozamiz. Shundan so'ng yoniga tekstur qo'shimchasi bilan bizga tomning rasmlari chiqadi. Shu yerdan o'zimizga ma'qulini yuklab olib, buni ham modelimizni tekstura qismiga qo'shib qo'yamiz. Tekstura bo'limi o'zi modelingda juda ham katta. Shuning uchun har bitta bajarayotgan amallarimni aytib bormayapman, chunki hozirda juda murakkablik qilish mumkin. Shuning uchun demak, boshlang'ich tushunchalar uchun shuni o'zi yetarli. Keyinchalik tekstura qo'yish va uni tahrirlash bo'yicha ko'proq gaplashamiz.
Mana shu holatda uychamizni asosiy ko'rinishini tahrirlab olsak bo'ladi. Demak, umuman olganda tekstura aslida nima ekanligi, qanaqa rang berish haqida boshlang'ich tushunchalarga ega bo'ldik. Endi masalan bizda tayyor teksturalar bazasi bor. Mana shu yer bilan ishlab ko'ramiz. Deylik, to'g'ridan to'g'ri onlayn internetdan oladi. Grass, masalan, maysa teksturasi olib mana shu model ustiga qo'yilsa, model ustiga qo'yilsa, bu o'sha maysa shaklda paydo bo'ladi. Xuddi shu tartib boshqa obyektlar bilan ham ishlaydi. Masalan, deylik, panjaralar uchun taxta teksturasi uchun ingliz tilida wood deb kiritish kerak. So'ng bizga taxtaning teksturalari bu yerda chiqib keladi. Masalan, shuni olib ulaymiz. Aslida, masalan, oldingi darsda ko'rib o'tishimiz mumkin edi. Array funksiyasi yordamida, modifier yordamida mana bu panjaralarimizni ko'paytirib berdi array. Aslida biz array modifierni ishlatishdan oldin modelimizni tayyor qilib qo'yishimiz kerak bo'lardi. Teksturalari berilgan, albatta UV holatidan chiqqandan so'ng. Lekin hali modeling to'liq o'tilmasdan oldin UV qilishga sal shoshmadikda, modelingni o'zini to'liq tushunib oldik. Endilikda agar UV qiladigan bo'lsak, birinchi oldin modelimizni to'liq shakllantirib olamiz teksturalari, ranglari bilan. Undan so'ng ko'paytirish, ya'ni array funksiyasini ishlatamiz. Nimaga bunday qilish kerak? Masalan, array ishlatib bo'lindi, endi bunga masalan tekstura berish kerak bo'lsa, har bitta yuza uchun alohida vaqt sarflanadi. Bu esa juda ham ko'p. Deylik, qaytadan mana shu panjarani yasaydigan bo'lsak, tezlik bilan atigi bittasini UV qilish orqali
bittasini copy qilish orqali buni ko'paytirsak ham mana shu teksturalarning o'rni almashib ketmaydi. Shu taraflama agar model to'liq masalan teksturalari va unga berilgan ranglar, shakllari, ya'ni ortiqcha yuzalar to'g'rilanib bo'lgandan so'ng agar uni ko'paytirishga o'tsak, albatta juda sifatli chiqadi. Keyinchalik agar unga tekstura beradigan bo'lsak, buni ko'rishingiz mumkin, juda ham ko'p yuzalar va bularni hammasini to'g'rilab chiqish juda ham qiyin bo'ladi. Shu sababli endilikda bitta model tanlanadi va uni noldan boshlab aniq to'g'ri render holatigacha yasashni o'rgatib boraman. Va Blenderni aynan o'sha darslar ichida ba'zi yangi funksiyalarni yoki boshqa modifierlarni ham o'rganib boramiz. Bu darslar uycha yasash, hozircha Blenderning interfeysi bilan tanishish, undagi qulay tugmachalar, ya'ni shortcutlar yoki umumiy modeling va umumiy tekstura yoki interfeys bilan tanishish uchun edi. Demak, shu bilan uychamiz o'z nihoyasiga yetdi deb aytaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha.